Shu mashinani olib qoluvdik akalar. Mashinada motorda qaltirash bor. Xudo xolasa tayyor bo'ldi akalar. Sharxondan obunachilar, kuzatuvchilar tashab ketuvdi. Mashinada avtorasot unaqa problemalar yo'q. Faqat motorda qaltirash bor edi. Esinglarda bo'lsa, chiqaruvchi tarafga направляющий qo'yib yubordi. Klapanlarda o'zinikini chiqarib chiroyli qilib yurgizib qo'ydi mana. Xudo xolasa qaranglar, ishlashi hamma yo'g'i go'zal holatda. Ikkita rasportvalini ham alishtirib yubordik mana. Sababi yilib ketgan, o'ta yomon. Shu joy. Obunachilar, kuzatuvchilar. Pastki qismiga tekkanimiz yo'q. Faqat galovka направляющий, сорочка приtilka, bet shlipovka bo'ldi. Mana akalar. Go'zal ishlash. Hali nima deydi? Pashti zavod holatda yurib turibdi. Mashinaga lekin hozir chiroyli qarab olib yurarkan akamiz.